Assalomu alaykum. Men yatata ochtirganman. Kecha soliqdan kelib teshkirishdi. Kassa apparat ishlatib turibman. Uni ishlatma dedi. Paynet xolisdan naqd pulni kirib, plastik kartalarni terminaldan kirqivur dedi. Shu to'g'rimi? Paynet xolisdan Uzkart Humo kartalarni kirqib bo'lmay turibdi-ku. To'g'ri do'stlar, ya'ni Paynet xolis to'laqonli ishlab ketmadi. Hozir ham ba'zi bir joylarda biz tomonidan, ular tomonidan qanaqadir texnik nosozliklar bo'lyapti. Lekin buni oldi olmoqda, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi do'stlar. Kassa apparatni ham ishlatsangiz bo'ladi. Masalan, Uzkart kartasini ham, Humo kartani o'sha kassa apparat terminal orqali ishlatsangiz bo'ladi. Faqat uni hisobotini alohida yuritasiz do'stlar. Bu gapni ko'p marotaba aytdim, ko'p chiqishlarimda aytdim, lekin baribir yana tushunmovchilik bo'lyapti. Izohlarga kirib o'qib chiqyapman, tushunmadik deyapti. O'sha oldin qanaqa ishlatgan bo'lsangiz, shuni davom qilasiz. Faqat o'sha QR kodni qo'yib qo'yish kerak, sababi o'shani tekshirishadi. Endilikda agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, jarimaga tortilasiz. O'sha QR kodni majburiy qilib qo'yishgan, o'sha QR kodni esa Paynet xolisdan olasiz do'stlar. Boshqa platforma yo'q hozirda, mavjud emas. Do'stlar, shunaqa videolarni ko'rib borish uchun menga obuna bo'ling. Keyingi videolarimizda yana sizlar bilan ko'rishamiz. Rahmat.